شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبينات من الهدى والفرقان. Odatda usul ko'p, fazilatga boy bo'lgan, mag'firat ham barakat, rahmatlarga liq to'lgan, jannatlar keng ichilib, do'zax mahkam taqilib, yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. صدق الله العظيم. Bu ayet Seyyid ibn Ebu Vakkas radıyallahu anhu qarta nazil bo'lganligini ko'rsatadi. Farzandlarning ota-onasiga xizmat qilishi, hurmat, ehtirom qilishi, to'g'ri ishda ular qat'iy itoat qilishi intayin muhim ado qilish tegishli haqdir. Ammo o'zining aqidasiga xilof ishlarda ularni taqlid qilishga qat'iy bo'lmaydi. Seyyid ibn Ebu Vakkas radıyallahu anhu islomni qabul qilgan chog'da uning ishi 18 yoki 19 atrofida edi. Onun anası hamda o'g'lining musulmon bo'lganligini anglab, agar sen Muhammadni inkor qilmasang, men tomoq yemayman, na bir narsa ichmayman, na soyidimda o'tirmayman. Onning haqqini ado qilish degan Allohning hukmi. Agar sen mening so'zimga kirmasang, Allohga itoatsizlik qilgan bo'lsan, deb turib olgan. Qattiq parishonchilikda qolgan Seyyid ibn radhiyallohu anhu oxiri hamma ishni payg'ambar alayhisalomga aytib bergandan keyin bu oyat nozil bo'lgan. Bugungi savolimiz jannatdan bishorat berilgan 10 sahobalardan eng oxirda vafot bo'lgan sahoba kim? Qani ekran oldi savoldaşlarimizdan kim eng tez va eng to'g'ri javob bera oladi?